Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 1996 yil 7-oyda birinchi qatim nashr qilgan Tarixiy aslima Manas daryosidan qaytish. Avtori Savdanov Zahir. 3-bob. Yansxay o'rmonligida mudofaada turish. O'rmonlikdagi jangchilar hayoti. Davomi. Mushunda qiziqchilik, kulki chaqchaq naqshlar bilan vaqtning qanday o'tganini bilmaylar qilishdi. Tuyuqsizlar gamining ishga ichilib, to'liq dujurnesi kirib keldi. "Bo'ldi qilinglar", dedi u ko'pchilikka qarab. "Ata har biringlarning vazifasi bor, tarqilayli." Hamma jim bo'lishdi. Demisimi kech soat 2 dan eshib ketgan edi. Aniqki, to'liq dujurnesi abaronlarni tekshirib kelib, 3-rotaga kelganda bu yerdagi naqsha ovozini anglab gamiga kirgan ekan. Askarchi har kuni kech soat 7 dan ertasi soat 7 gacha batalyonning boshliqlari navbat bilan dejurni bo'lib butun mudofaada turgan batalyon rota izvotlarining popsitlarining uxlab qolganligini tekshirib chiqatdi. Gamida qora chiroq yo'riqida ilib berilgan bugungi shanbalik ko'ngillik o'ltirish shuning bilan oyoqlashdi. Yansxayda mudofaada turgan polik janub va shimolga 10 necha kilometr uzunlikda mudofaada turadi. Polik dejurnerlik tuzumi o'rnatib, mudofaa liniyalaridagi har bir batalyon, rota, izvotlarga qadar postlarni tekshirib, ularning uxlab qolgan yoki o'shar turganlik ahvolini atsi polik boshliqlariga doklad qiladi. Bu orqali polik dejurnerlik tuzumining kundalik ahvolini o'sharlik bilan kuzatib boradi. Mana bugun 1945 yil 10-oyning oxiri. Hava xilala soğuk. Ba'zida janubning shamli, ba'zida shimolning soğuk shamli chiqib turadi. Mana bu vaqt o'rmon kechisining ochiq sovuqlari ustixondan o'tib ketadigan kunlar edi. Postlarni tekshirishda har tarafga ketgan yolg'iz oyoq chig'ir yo'llar polik shtabidan bizning 3-batalyonga boradi. Uningdan 3 tarafiga ketgan chig'ir yo'l har bir batalyon, har bir rota izvotlarga ketadi. Bu chig'ir yo'llarni qism o'rlashgandan keyin jangchilar minib ochgan yo'llar edi. Bugun kech 3-batalyonning komandiri Dogan Sofiyevga polik dejurnerlik navbati kelgan edi. U bir aloqachi balini boshlab, qorong'u tushganda batalyonlarni aralab, postlarning o'z o'rnida bor yo'qligini, uxlab qolganligini, har bir rotada nima ahvollar borligini bilish uchun postlarning o'ziga uqtirmay tong otqucha otliq tekshirib chiqqan edi. Kecha havo xili sovuq, ezg'irin shamol chiqyotdi. Oy qorong'usi bo'lg'achqa o'rmonni texmu qorong'ulik qoplab, hech narsani ko'rgili bo'lmaydi. Atrofni guriston jimjitligi bosgan, yolg'iz yurgan odamni qandaqdir bir qo'rqinch besib turadi. Kech soat 2 bo'lgan vaqt edi. Dogan Sofiyov 2-batalyon 4-rota qaravulining oldiga kelganda tuyuqsizlar bir qiya-chiya varqirgan ovoz bilan tang postda turgan jangchi osmonga qaratib bir pay o'q etibdi. Dogan Sofiyov ahvolni toza anqirolmay turadi. Birdilla bu surlik qorong'u o'rmonda pat-paraqchilik boshlanib ketdi. Dogan Sofiyov otdan tushib heliqi varqirishayotgan yerga bordi. Ko'z oldidagi manzarani ko'rib qo'rqib ketdi. Shu arada o'rmonning u yer bu yeridan pilimut ovozlari anglanib, texmu patparaqchilik bo'lib ketdi. Dogan Sofiyov 2 odamning qo'rshovida qolgan edi. Dogan Sofiyov bu 2 odamning o'z odamlar ekanligini ko'rgandan keyin osmonga qaratib tinchlitish belgisi qizil raketa ni atdi. Shuning bilan hiliqi patparaqchilik birdamdala tinchlanib qoldi. Shundoq bo'lsa-mu ko'z oldidagi hiliqi 2 odam birining quliqiga biri eslevilib varqirishadi. Dogan Sofiyov ularga yaqinlashib qarasa, bularning birining qo'lda miltiq siqimdaqliq, birisining qo'li birisining quliqida edi. Polik dejurni o'zini tutilib saranga chiqib qaraganda, bular 4-rota komandiri Tursun Sidiq bilan shu rotaning postda turgan askari Ahmad Molla edi. Tursun Sidiqning qo'lida o'qsiz miltiq. Ahmad Molla Tursun Sidiqning quliqini shunda qattiq siqibdiki, uning 2 qo'l barmoqi Tursun Sidiqning 2 quliqiga petib, quloqdan qon chiqarayotgan ekan. Qon to'xtamay oqmoqda edi.
Lekin Ahmad Molla texichila o'ziga kelolmayotgan edi. Polik dejurni bilan uning yenidagi aloqachi ming ta'sirda Ahmad Mollaning qo'lini ajratdi-da, uni akirib solab qo'yib, Tursun Sidiqni polik doktorxonasiga olib qo'liqini tang'izdi. Lekin nima ahvol bo'lganligini hech kim bilmaydi. Qismdagi jangchilar Ahmad Mollaga ichinatdi. Nimishqa bundaq qilib yurgandi deyishatdi. Chunki u vaqtlarda intizom intayin qattiq edi. Ahmad Mollaning 2 bolasi va qiri onasi bor edi. Ajoyib ish. Bu ahvol hammamiz uchun bir sirliq tepishmoq bo'lib qoldi. Tursun Sidiq 2 qo'liqini dardaytib tamoqqa chiqsa, odamning tiliqib kulgisi keladi. Kunlar shundoq o'taverdi. Hammamizning qo'liqi deng edi. Astag'firulloh deydik bir-birimizga. Ahmad Molla ajabmi bir yavaş, oq ko'ngil yigit edi. Bularning ichida qandoq sir bor bo'lg'aydi. Hashpash degicha 3 kun o'tib ketdi. 3-kuni tushda polik shtab boshlig'i keldi-da, hamma komandir jangchilarni yig'ib, naq maydonda Ahmad Mollani so'roq qilmoqchi bo'ldi. Hammamizning ko'zi Ahmad Molla so'loqliq uyda edi. Birdilla u tarafdan bir qurolliq jangchining hamrohligida Ahmad Molla chiqib yiqilib keldi. 3 kun ichida uning qapoqlari ichiga o'ltirishib, ko'zlari parqirab qolgan, chiroyi xuddi uzun yil kasal tortgan odamdek oppoq tatirib ketgan edi. Putlarini aran yutkab, yerdan ustun qaraya olmaydi. Maydon ichini shundoq jimjitlik besib ketdiki, hatto bir tal chivin uchsimi anglangudek edi. Ahmad Molla bilan Tursun Sidiq oldiga kelib, ko'pchilikka udul qarab turgandan keyin shtab boshlig'i ko'pchilik qarab, "Yo'ldoshlar, diqqat! 3 kundan buyon hammamizning diqqat e'tiborini qo'zg'ab, qorong'u kechida butun rotini sarosima silvatgan bu ikkalan shu kunki ahvollarni ko'pchilikka o'zlari birma-bir tushundirsin. Undan keyin bularni qandoq bir taraf qilishni o'ylashayli", dedi. Maydonni bir pas jimliq bosdi. "Avval siz javob bering. Zodi shu kechida nima ish bo'lgan edi?" deb Tursun Sidiqqa ishorat qildi shtab boshlig'i. "Ruxsat qilsangiz men so'zlay", dedi Tursun Sidiq shtab boshlig'iga qarab. U darhol 2 qo'li bilan quloqlarini asta silab qo'yib gap boshladi. "Men shu kuni rota dejurnisi edim. Kechida postlarni tekshirib kelayotgan edim. Bir yerga kelib qarsam, bir post miltiqni tutqunicha uxlab qopti. Asta sezdirmay kelib oldida zo'ng'izib o'ltirdim-da, miltiqning zatvorini chiqarib olib, "Endi miltiqni olay" deb asta tortishimga u ko'zini pallida ochdi-da, jon jahli bilan 2 quloqimga esilib varqirg'il turdi. "Hey, men Tursun degicha varqirab mening 2 quloqimdan qon chiqaribdi. Men mo jon ochiqimda varqiribdim. Uning nimaga varqirganini bilmayman" deyishi bilan ba'zilar kulishdi, ba'zilar kusurlashqili turdi. Hamda "Endi nima deysan" degandek Ahmad Mollaga qarashdi. "Ha, undoq bo'lsa, sizning gapingni angladik. Qani Ahmad, sen so'zla", dedi ochiq kulib qo'yib shtab boshlig'i. Ahmad beshini yerdan asta ko'tardi-da, titragan ovoz bilan "Hurmatli shtab boshlig'i", dedi. Ammo uning putlari titrab, butun a'zoyi tarlayotgandek edi. Beshidan to'kilayotgan ter shapkasini ostidan butun yuz ko'zni yo'l qilayotgan edi. "Rost gapni qilsam kechirasizlarmi?" U talmirgan ko'zlari bilan ko'pchilikka savol nazarda qaradi. "Qani so'zla, sizning aytganing amaliyotga uyg'un bo'lsa, ko'pchilik o'ylashib ko'rarmiz", dedi shtab boshlig'i va bir o'ram tamokini tutashtirib, ochiq sho'rg'ilay turdi. Ahmad Molla yalarining uchi bilan terlarini ertib etib, beshini yerdan asta ko'tarib, ko'pchilikka talmirganicha so'zini boshladi. "Shu kuni kechasi men postda turgan edim. Kecha bak qorong'u, atrof jimjit edi. Muzlaganda qildimda juvomni kiyib o'ltirib, kichikkina isnivolay deb uxlab qoptiman. Shundoq bir qabatli tush ko'ribdiman. Kim bilsin, bu tushning reallik aylanib, meni mundoq sarosimaga silishini. Men postda turg'idakman. Tuyuqsizla o'rmondagi bir qarayog'achdan shoxlari shildirlab ketgudek. Men darhol keynimga qarab, "Kimsan? Bo'lmasa o'q chiqirman" degudakman. Miltiqni tanglab, so'zim oxirlashguncha bir qora kiyim kiygan dushman etilib keldi-da, meni besib oldi. Men qurolni atalmug'dakman. O'zim intayin jiddiylik ketdiman. Ikkimiz pomlaqlashib ketdik. Bir men uni besib olg'udakman, birda u meni besib olg'udak. Birdilla u meni besib oldi-da, yenidan xanjarni chiqarib, menga tiqmoqchi bo'ldi.
Can açıqımda vay deb varqırab, düşmanning ikki qo'liqidan ching tutib optiman. Ko'zimni atsam, heliqi düşman ko'zlarini parqirtib oldimda o'ltiribdi. Bo'lgan ish shu. Onun so'zi oxirlashish bilan o'ltirganlar shundoq qattiq kulishib ketdiki, ko'pchilikka qarab Tursun Sidiq o'zimi kulyapti. Shtab boshlig'imi shundoq qattiq kulib ketdiki, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Ahmad Molla bo'lsa, texichilar gunohkor odamdek ko'pchilikka hayronlik bilan qarab qolgan edi. Yuz ko'zlaridan eqiyotgan qo'noqdek tar tomchilari ingikini bo'ylab eqib tushayotdi. Yo'ldoshlar diqqat, dedi shtab boshlig'i ko'pchilikni tinchlantirib. Biz ajoyib bir qiziq voqeani anglab o'tdik. Ahmad Molla rost gap qildi. Biz buningga ishonishimiz kerak. Agar bu tushni men yoki sizlar ko'rgan bo'lsanglarmi, shunday qilatdik. Shuning uchun biz Ahmad Mollani kechirdik. O shunday deyishinglar, ko'pchilik xushalligida o'rnidan turib, "Hurra!" deb varqirab cho'qan silishib ketdi. Xuddi hammalarning ustidan bir ig'ir yukni ilib yeniklab qilishdi. Shtab boshlig'i yana ko'pchilikni tinchlantirib, lekin Ahmad Molla intizomsizlik qilib, post turib uxlab qolganlik uchun 3 kunlik mirza qamoq jazosiga tortildi. Endi butun rota bo'yicha komandir jangchilar oldida samimiyatlik bilan o'zini tekshirdi. Rota dejurnisi Tursun Sidiqning usulimi muvofiq emas. Miltiqni tortmay uxlab qolgan postni o'yg'itib, tanqid qilib qo'ysa bo'ladi. Bo'ldi, tarqilinglar, dedi. Rotadagi jangchilar tarqilishibla yugurib kelib Ahmad Mollani tabriklashdi. Shundala uning chiroyiga bir oz kulki yugurib, o'ziga kelgandek bo'ldi. 2-batalyon komandiri Nur Muhammad Bakiyov polik dejurniligini qilayotganda yana bir qiziq ish yuz berdi. Bugunmi oy qorong'usi edi. Atrof jimjit, shamol shapsimi yo'q edi. Shuning uchun hech qanday tevishmi anglanmaydi. Uning ustiga o'rmon shunchalik qorong'u ediki, 5 qadam yiroqlikdagi narsani farq qilg'ili bo'lmaydi. Nur Bakiyov bugun qandaqdir intayin xush edi. Chunki uning oilasidan xat kelgan bo'lib, oilasining xatda yozgan so'zlari yilimi uning quloq tubida anglanib turadi. Shuning uchunmikin u o'ziga kulimsirab qo'yatdi. Aralab bu qorong'u kechida u yoq bu yoqqa qarab qo'yatdi va tingtinglaydi. Shunda qilib biz turgan 3-batalyonning shimolidagi eng chetdagi qo'mishlikqa joylashgan 9-rotaga qo'mishlik orasidagi chig'ir yo'llar bilan qandoq tiz kelib qolganligini o'zimiz sezmay qoldik. Mingan jaran ot intayin sezgur edi. U asta otdan tushdi-da, otni yetilab, avaylab olg'a ilgariladi. U vaqtlarda mudofaa rayon chetidagi mudofaa liniyalarida kechida 2 kishilik post qo'yiladi. Uni Strojodi post deydi. Strojodi harbiylar o'zaro uchrashganda so'raydigan maxfiy belgi. U postlarning biri o'ri turib, atrofni oldin kuzatdi. Yana bir post aralab yerda dum yetib, yiroqdagi g'ayri ovoz shapilarni tingshaydi. Bundaq tingshiganda yiroqdan kelayotgan odam yoki otning tuyoq ovozini anglag'ili bo'ladi. Dal shu paytda o'ri turgan post polik dejurnidan Proposka o'z odam so'radi. U javob berdi. O'z odam deb u yaqin kelganda yerda dum yotgan post yugurib kelib, yo'ldosh polik dejurni, oldimizdagi qo'mishliqda odamning oyoq tovushi anglanayotdi, dedi. U darhol butun diqqati bilan atrofni tingshgan edi. Rastilla bu ovoz turib odamning o'milib mangandagi ovoziga o'xshasa, yana bir turibla boshqa bir tovushga o'xshaydi. Polik dejurnisi qo'liga mavzerini oldida qishidagi postga atrofga diqqat qil, dedi. Post bu gapni toza tushunolmay qilib, darhol qo'mishliqqa qaratib, avtomatdan o'q yog'dirdi. Polik dejurnisi to'xtat deb buyruq qilganda, post avtomatidagi yarim kurubka o'qni etib tugatgan edi. Birdamning orliqida o'rmon ichida pat-paraqchilik boshlanib, qism jiddiy holatga o'tdi. Bir to'p jangchilar o'q chiqqan tarafga qarab yugurib keldi. Ular o'q atgan tarafni tekshirib ko'rsa, qo'mishliqda bir yo'g'on qavan hartildab putlarini so'zib yotadi. "Yo'ldoshlar", dedi Nur Muhammad Bakiyov jangchilarning yiniga kelib, u mavzerini asta g'ilapiga solg'ach, cho'nqur bir tortib etdi. "Bu jangalda yovtungiz ko'p. Diqqat qilmsanglar, bundan keyin bir-biringlarni aytib qo'yishinglar mumkin. Uxlab qolsanglar, ish texmo chataq bo'ladi." U shundoq dedi-da, likkida etig'i minib, aloqichi bilan ketib qoldi.
Dejurnining ketishi bilanla bu yerda qolgan jangchilarning ba'zilari postni zangli qilib kulsa, ba'zilari intayin tatliq uyqusidan uyg'onib, shirin tushlarini buzayotgan bu ansiz kechiga la'natlar o'qishib, g'udrab o'z gamlarga minib, ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Nur Bakiyev qaytib kelgandan keyin otdan tushib, bir o'ram tamakini chekdi va tamaki qalduqini oyog'i bilan bir nechini dastavatgandan keyin dejurnilik uyiga kirib ketdi. Ertesi uyqudan uyg'onganda vaqt xili bir yerga berib qolgan edi. U uyquga qonmagan ko'zlarini uvlab, erinchaklik bilan o'rnidan turib, kiyim-kechaklarini kiydida yuz ko'zlarini yuvib o'tib tamoqqa chiqdi. Bu chaqda jangchilar tamoq yeb harbiy ta'lim-tarbiyani boshlayotgan edi. Tamoqxonada o'zidan boshqa odam yo'q edi. U oshpaz keltirgan nashliqni tez-tez yedida, ondan oldirib polik shtab boshlig'i Matsuqqa berib, bugun kecha dejurnalik jarayonida yo'liqqan ahvollarni tafsiliy doklad qildi. Shtab boshlig'i bu dokladni anglab, qaqaqlab kulib ketdi-da, ondan qo'l yog'liqi bilan yuz ko'zlarini surtib o'tib, yog'liqini yana chiroyli qatlab yanchiqqa soldi. Shalang sochlarini qo'li bilan kayniga tarab qo'yib, qo'lini kayniga qilib Nur Muhammad Bakiyevning oldiga keldi. Uning uyqusiz ko'zlariga tikilib qaradi. Demak, bizning jangchilarimiz intayin hushyor. Düşmanning sharpisini ko'rmay, dushman bilan ilishayotgan bo'lsa, bu intayin yaxshi ish, dedi u ma'nili qilib. Hurmatli shtab boshlig'i, dedi Nur Muhammad Bakiyev boshliqning so'zi tugaganligini bilib. So'zla, dedi shtab boshlig'i. Ruxsat qilsangiz, 2-3 batalyonda rota izvotlarga boradigan chig'ir yo'llar nihoyat ko'p. Bu qilin o'rmon, qo'mishliq ba'zida kishini iziqtiradi. Shuning uchun 3-batalyonga qo'mish tarafga boradigan chig'ir yo'llarga va aylanmalarga yog'och sanchib belgi qo'yib qo'ysak, deb yo'l yo'riq so'radi. Bo'ladi, lekin yog'och belgi yog'ochi bak cho'ng bo'lib ketmasin. Dushmanga arantu belgi bo'lib qolib bermasin yana, dedi shtab boshlig'i kichik uzuncha siriq beshini yenik bir silkib. Yansxay atrofida dehqonlarning ayrim jangizlari bo'lib, bularning o'zaro oraliqi nihoyat yiroq edi. Urush mezgilida bu jangizlardagi dehqonlarning bir qismlari Manasqa, bir qismlari Shexoga ko'chib ketgan bo'lib, bu egisiz qolgan jangizlardagi uylar o'rilib tushgan va odam oyoq bosmaydigan bir xarobilikka aylanib qolgan edi. 1945 yil 11 ayning boshlarida O'rmonbog' Yansxayning shimoliy tarafidagi qo'mishliq tarafga o'rnashgan bizning 3-batalyonning 7-rotasidagi bir guruh jangchi atrofni razvedka qilg'ili chiqib, durbun bilan kuzatganda yiroq yerda eski tamliq bir jangizni ko'rib qoladi. Darhol chig'ir yo'llar bilan shu tarafga yaqin berib, oralab qarasa bu eskilikka aylanib ketgan yo'g'on bir qoro bo'lib, bir tarafida o'rilib ketgan bir necha ig'iz tam uy, yana bir tarafida uzun ketgan kona qalaq qotini bor ekan. Qoroda loyla, ko'kat, qo'mishlar o'sib ketgan. U yer bu yerda shamol uchirib paydo bo'lib qolgan to'pa do'nglar bo'lib, jangchilar u yerni aylanib yurib, aroqning furqini sizib qoladi-da, u yer bu yerni miltiqning uchi va nayzi bilan qizishtirib, beqib hech narsa topolmaydi. Ular bu ahvolni qaytib kelib, komandir rotaga doklad qiladi. Komandir rota balkim ashu yerda ko'mib qo'ygan bir narsalar bo'lishi mumkin. Buni cho'qim tepishimiz kerak, deydi. Ertasi u jangizni tekshirishga yana bir guruh jangchini avatidi. Izvod komandiri Qasim bu bir guruh jangchini boshlab mudofaa liniyasi qishidagi chig'ir yo'llardan o'tib iliqi jangiga boradi. Bular qoro ichiga kiriblar, atrofni astoydil tekshiradi, lekin hech narsa topolmaydi. Bular toza diqqat bo'lib turganda to'satdinlar bir jangchi, "Voy, qaranglar, mana mavi yerda ekan", deb cho'ng lapasning tam tuvidagi bir to'pa dövsini ko'rsatdi. Izvod komandiri buni aroq chiqirdan arzonmikin deydi. Bular aroq arzonini tartib bo'lgandan keyin aslidan bir narsaning uchi ko'ringandek qiladi. Biri uni tartib baqsa, bir zil partisining uchi ekan. "Voy, komandir Izvod, buni asta yana ko'mik narsa bordek qiladi", deb varqiraydi bir jangchi. Shuning bilan hammasi kelib qo'lashga boshlaydi. Birdam qo'lgandan keyin bir zil partisiga o'rab ko'milgan bir narsa tepiladi. Bular darhol yugurishib yurib, yo'gakni ochgan chog'da koni palazga yo'galgan 10 dona miltiq chiqadi.
Jangchilar qoral tepib oldik deb xushalliqida varqirishib ketdi. Shuning bilan bu bir guruh jangchi 10 qurolni va bir cho'ng xalta gavliyandan ishlagan araq arzini elib qaytib ketishdi. Ular qaytib kelgandan keyin komandir rota bugungi ahvolni darhol menga doklad qildi. Bu yerdagi jangchilar xushalliqida darhol marleydan xalta tikib, uning ichiga arzani silib, salqin joyga esib, ostiga baklashka esib qo'ydi. Buningdan temib tushgan gavliyandan yasalgan araq baklashkaga to'ldi. Rota komandirlari araqni bir yutumdan ichib ketib baqidi. Lekin komandir rota araqni hech kim ichishga ruxsat yo'q. Darhol pilimot izvotiga beringlar, stankovoy pilimotga ishlatsin deb buyruq qildi. Shuning bilan araqni pilimot izvotiga topshirdi. Qo'llab tepilgan qurolni batalyon shtabiga topshirdi. Keyin ahvolni polikqa ma'lum qildik. Polik komandiri ko'milgan qurolni topgan bu bir guruh jangchini rota oldida taqdirlashni, qurolni qurol bo'limiga topshirib berishni buyurdi. Shanba kechalarining biri edi. Bugun havo intayin sovuq. Kuzning sovuq shamli jandin o'tadi. Bu ibtidoiy jangalni texmo bir serlik tusga kirgizib qo'ygan edi. Odam oldi tarafdan urgan shamol dastidan ko'zni echish qiyin edi. Bu mezgil kechkuz bo'lg'achqa qorong'u tushsala jangalning ichi qo'rqinchli tusga kiradi. Polik dejurnesi 1-batalyon komandiri To'xti Mamatov achchiq sovuq dastidan ixtiyorsiz holda ko'zlarini yumatdi va muzlab ichib ketgan qo'llari bilan ko'z quloqlarini pat-pat uvlab qo'yatdi. Batalyon komandiri To'xti Mamatov mudofiani aralab yurib, bizning 3-batalyonning gama uyi yeniga kelib qolganini sezmayla qoldi. Ot minishdan to'xtagandan keyin ko'zini ochib hayron qoldi. "Ha, nima bo'lsin, yetib kelibdi" dedi o'z-o'ziga so'zlab. U muzlab ko'yishib ketgan putlarini tasdiqda ilib otdan asta avaylab tushdi-da, putlarini harakatlantirib u yoqdan bu yoqqa bir necha qatim mangdi. Ondan "Assalomu alaykum" deb 3-batalyonning tamoqxonasi gama ga kirdi. Shu hamon uning burniga mazlik qordaqning puriqi urilib, og'ziga siriq suv yig'ilgan edi. Gamida tamoq yeyishga o'tirganlar "Voy, mana qaranglar, yaxshi mehmon osh ustiga degandek ta'lim bor ekan. Qara, rasa payzi qilib o'ltiradigan bo'ldik" deyishib, To'xti Mamatovni darhol ustalga akilishdi. O'ltirganlar bu o'ltirishni allaqachon boshlayotgan edi. To'xti Mamatov oldiga qo'yib qo'ygan bir taxsa qordaqning go'shidan avaylab bir parcha ilib yeyishga boshladi. Batalyon komandiri bir china choyni quyib, uning oldiga qo'ydi-da, "Obdan tamoqlanib, issiq choy ichib isnib olgin. Bugun havo xilil sovuq. Abaronlar, mudofaa rayonlar ni aralab postlarni tekshirib kelguncha muzlaysan" deb mehribonlik qilib mo'risiga yenikkina urib qo'ydi-da, boshqalar bilan parang'a tushdi. To'xti Mamatov rasa tamoqlanib isnib olgandan keyin "Rahmatlarga" deb o'rnidan turdi va birodarlari bilan xo'shlashib yo'lga ravon bo'ldi. Shunda qilib kunlar biri-birini qo'g'lashib o'taverdi. Lekin hiliqi haraq arzini va u yerdagi qizilingan qurollar bu yerga qandoq ko'milib qolgandi degan bu bir savol qism ichida bir tepishmoq bo'lib qolgan edi. Lekin vaqtning o'tishi bilan uning siri ichildi. Bir kuni 3-batalyon komandiri Dogan Sopiyov bir ish bilan Yansxay mahallasiga berib qilib, mushu mahalladagi ko'na odamlar bilan birga o'ltirib qoladi. Gapdan gap chiqib, ashu jangizning gapi chiqadi-da, hiliqi arzongning siri ichiladi. O'ltirganlarning ichidagi yeshi 60 dan halqan bir mo'ysipit odam bu jangizning ahvolini so'zlab berdi. Urushdan burun bu jangza ma familiyalik bir dehqonning jangisi edi. U odam boy bo'lib, mol varanlarimo ko'p edi. Go'mindan amaldorlari bilan qo'yoq bardi kelsi bor edi. Uyning atrofiga shaltir etdi. Yana bir haraq chiqaradigan kichik shopingi bor edi. Savan Sandixoza. Den her yili nurg'un gavliyan qo'noq o'tkab kelib haraq chiqaradi. Urush boshlangandan keyin Ma ismli bu odam Manasqa ko'chib ketgan. Go'mindan o'z vaqtida o'ziga yaqin fuqarolarga o'zini qo'g'dash uchun qurol tarqatganligini anglagan edik. Bu ko'milgan qurollar shu bo'lish mumkin. Balkim bu dehqon ko'chadigan chog'da haraq chiqardan arzongni haraq chiqarishga ulgurolmay qurol bilan qo'shib yerga ko'mib qo'yib ketgan bo'lish mumkin dedi.
Demek, arak arzını bilen kömülgen quralning mo siri amdi içildi, dedi Kombat Dogan Sopuyup. O Yenshay mahallesinden qaytib kelib, batalyonda bu kömülgen quralning sirini başqalarga sözlep berdi. Davamı var.